Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kabobchi Briket House'dan yana bitta yaxshi yangilik qildik. Yuklarimiz kelishda davom etyapti. Mana xudo xolasa o'sha yuklarimiz to'xtagan yo'q, magiyamiz ham kelgan. Mana bugun xudo xolasa inshaalloh dastavkaga chiqib ketyapmiz. Hamma mahsulotlarimizdan bor. O'tinlik briketlarimiz. Oybekjon Xormey, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Charchamayapsizmi? Xo'p, bitta yaxshi yangiligimiz bor. Doybekjon, biz kuzatuvchilarimizga, obunachilarimizga faqatgina bitta sharti bor. Biz mana dastavkaga chiqyapmiz-ku. Xudo xolasa har kuni kim bizni ko'rib qolsa, yo'lda chiroyli o'zimizning sovg'amiz bor. Ramazon oyi munosabati bilan o'zimiz shu sovg'alarimizni topshiramiz. Faqatgina bitta sharti shu videoni ko'rib, shu videoga like bosib, bizga kanalimizga obuna bo'lib qo'yishlari shart. Xo'p. Faqatgina shu xolos, mana nomerimizni eslab qolamiz. 232 Nexia 2 da chiqyapmiz. Bizni bemalol kim yo'lda ko'rib qolib, to'xtatsalaring, o'zimizni sovg'alarimizni topshiramiz. Chiroyli bir set qilganmiz. Endi bu qanaqa set? Ko'mirli set. O'sha har xil ko'mir mahsulotlarimizdan assortiment qilib qo'yganmiz. O'shani sovg'a qilib obunachilarimizga beramiz. Endi bundan bag'ir Ramazoncha xudo xolasa har chiqqanimizda o'sha mahsulotimizni bir kishiga topshiramiz. Faqatgina shu sharti bizga obuna bo'lgan bo'lishlaring kerak. Shu videoni maksimal yaqinlarga tarqatamiz mana. Magiyadan ham serob yuklarimiz mana shu o'zi yonadigan magiyalarimiz ham kelgan. Yuklarda uzilish yo'q, Oybekjon xudo xolasa. Yo'q, xudo xolasa. Inshaalloh eslab qolinglar, mana nomerimiz Nexia 2 da yuribmiz. Hozircha xudo xolasa 240 va 232 nomerdagi Nexia'damiz. Shaharda, yo'nalishda, rayon atroflarida yo'nalishdamiz. Qayerda ko'rib qolsalaring ham shunday to'xtatib turib, mana sizga obuna bo'lganmiz desalaring, darrov o'sha zahoti sovg'alarimiz topshiramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Maksimal yaqinlarga tarqatib kanalimizga a'zo bo'lib qo'yamiz. Sog' bo'linglar.